Salom, bugungi videomiz Volvo avtomobili haqida bo'ladi. Videoni tomosha qilishdan oldin kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Volvo 1927-yilda Gothenburg shahrida tashkil etilgan. Kompaniyaga Assar Gabrielsen va Gustav Larsson asos solgan. Volvo nomi lotin tilidan olingan bo'lib, men aylanaman degan ma'noni anglatadi. Volvo avtomobillari boshidan sovuq iqlim uchun yaratilgan. Shuning uchun ular mustahkam va chidamli bo'lishi bilan mashhur. 1959-yilda Volvo 3 nuqtali xavfsizlik kamarini ixtiro qildi. Bu ixtiro millionlab insonlarning hayotini saqlab qolgan. Eng qiziq tomoni Volvo bu ixtironi patent qilib yopib qo'ymadi. Ular boshqa kompaniyalarga ham bepul foydalanishga ruxsat berdi. Volvo har doim xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'ydi. Ular hatto o'z mashinalarini sinash uchun real avariya testlarini o'tkazadi. Volvo avtomobilining logosi qadimgi temir belgisi bo'lib, mustahkamlik va chidamlikni anglatadi. 1999-yilda Volvo avtomobil bo'limi Ford tomonidan sotib olingan. 2010-yildan boshlab Volvo Geely kompaniyasiga tegishli. Volvo avtokompaniyasi kelajakda faqat elektr avtomobillar ishlab chiqarishni maqsad qilgan va xavfsizlik texnologiyalarida yetakchi bo'lib qolmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib boring, hali qiziqarlilari oldinda.